Aka qo'shsangiz dedingizmi, aka? Qo'shsa dedimi? 100.000 berib bo'p Mana qoladi ekan. qo'shsa dedingizmi, aka? Endi aka lavz qo'shsa dedingiz. Zo'r bo'ldi aka. Qo'shsangiz dedingiz, qo'shdi aka. Yo'q, nima demak? Gapingizga mana ketyapti. 100.000 so'm berdi. Rozimisan? Mana bor aka. Jonat qilmang, jonat. Endi buni 100.000. Bor aka. O holat qo'ydi aka, mashinani sizdan yomon qattiq savdo qildingizda 50 million 100. Akalar savob bo'lgan savdosi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar ukalar. Naslli chorva ishqibozlari. Bugun biz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Xo'jaobod chorva bozoridamiz akalar. Bugun bozorimiz o'ta gavjum, xudo xolasa bu yerda shvedlar makonidamiz akalar. Shvedlar zo'rlari chiqqan akalarimiz. Xudo xolasa shu shved xunajinchimizga savdo qilyapti akalar. Hafta kuniga shanba 8-avgust sanasidamiz akalar. Shu ko'rib turgan xunajinlarga xudo xolasa savdo ketyapti. 21 million 500 ming so'm qildi akamiz. Aka bo'zamiz o'zi necha oylik? Necha oylik bo'zak? 3 oydan o'tib qoldi. 3 oydan o'tib qoldi. Akalar, mana naslli zotni nimaga olish kerak? Naslli zot mana har qachon pul bo'ladi akalar. Mana yosh oilalar ham pasti bir xil chichi kattaroq ham daja aka mana. Qarab turing endi bu shvedimiz. O'zimizni Avishli Kashtan shvedlarda. Aka charchab bo'lmayapsizmi? Bu narxi nech pul aytyapsiz buni? 17 million aka. Ko'ryapsizmi? Tafovutni ko'ring endi. O'rtadagi. Like bosib turing akalar. Bunisi ham shved, bunisi ham shved akalar. Zotiga qarang. Bu nasliga qaraganda aka, bunisi naslliroq akalar. Ko'rib turibsizlar, oq quloq, oq tumshuq. Xitoylari ham oq, sifatlariga gap bo'lishi mumkin. Savdogar akamiz ham o'zi qiziqib shu shvedga pul beryapti. Tutamlarni qarang aka. Oyoqlari qarang, iliklari baquvvat bo'ladi. Akamiz savdosini qiziqib ketamiz oxirigacha. Oxirgisi nech pul bo'ldi aka? Savdo berilgan pul 21,5. Ana kirdi aka. Gapdimi? So'ra hojaga. Nech pul olyapsanmi? 21,5. Gap bo'lishi mumkin sifatlariga akamiz arzon bergisi kelmayapti. Yana ham qimmatini so'rayapti aka. 22 ga ko'tarildi narx aka. Bo'ldi bering, boshyapman. Orqadan bajarishni boshladi. 22 ham bo'lmaydi. Bo'lar akalar taxminan 1.5 atrofida buzoqchamiz. Osholilarni 3 oylik deb aytdi, 3 oylikdan oshgan deb aytdi. Dehqonchilik. Akamizdan dehqonchilik buzoq ekan. E'tibor berib qo'ying. Mana sifat nimaga pul bo'ladi akalar bozorda. Akalar men kanalimda mol qo'yganimda, hayvon chiqarganimda ko'pchilik qimmat ekan Palonpiston deydi. Mana bundan kattaroq bo'zaylar akalar mana shu yerda. Yo'q, bittasini razlitsasini ko'rsatib ketdim. Nomi shved uni ham akalar. Aka bo'zaylar nech puldan sizlardanmi? Nech puldanmi? 15 million so'mdan. Ko'ryapsizmi aka? Nimaga naslli zot pul. Shuning uchun biz qo'yganimizda kanalimizga video qo'yganimizda akalar, u kommentariyani yozishga shoshilmaylik. Qani mana shu yerda endi kommentariyani yozaylik, chiroyli qilib, endi bunisiga nima deysizlar? Buni pachkalarda e'tiborni qiling aka, sifatiga e'tibor bering. Iloji boricha harakat qiling. Nima olib ketdi aka? 22 ga ham yo'qmikan? 22 ga bor. Piyolarga e'tibor bering, jonivor. Aka bering, ma'qul kelib qolgan bo'lsa. Qanchaga? 22 ga. Yo'q, qo'ying bunaqa degan dango shart so'radim. O'g'il gapini oldim. Rozimisiz? Qo'may. 100 ming qo'shmasam berasiz. 200 ming qo'shmasam, 500 ming qo'shmasam berasiz. 22 ga berasiz. Mana endi labi. 22 yarim ham ketadi. Arisimi qochada hozir mana beraman. Ey aka. Mana rozimi. Aka zo'r savdo bo'ldi amali. Yo'q, rozimi. 22 yarim. 22 yarim. Yo'qlayman, buni yo'qlayman. Bozor endi. Shanbayda buni 22 yarim berasiz. Rozimisiz? 22 million 500. 22 million 500 ming so'mga
Yurmayapti aka, qarang. Bering hozir aka. Kecha O'zbekiston bozorida men video qo'yganimda kim anaqa deyatdi Instagramdagilar. Rozimisiz? Aka qo'shsangiz dedingizmi? Aka qo'shsa dedimi? 100 ming berib bo'p Qani? qanaqa degan. Qo'shsa dedingizmi aka? So'ramayman. Endi aka lavz qo'shsa dedingiz. Zo'r bo'ldi aka na. Qo'shsangiz dedingiz, qo'shdi aka. Yo'q, nima demay, gapingiz ham manaqa ketyapti o'dim. 100 so'm berdi. Rozimisiz? Mana bor aka. Lavzni 22 million. Prosta aka, lavz boshqa narsa bo'ladi. Bo'ldi aka. Gap yo'q. Lekin akamiz qo'shsangiz dedi, aytgan gapiga berdim mana aka. Siz ham gap so'ylab qolasiz. Bo'ldi aka, gap yo'q aka. Mana yana bitta xudo qolsa shvetimizga. Baho bo'lyapti. Yoshlari 6-7 oylikda atrofida akalar. Bo'ylari 1.10 plyusida. Akalarimiz savdosini qilishyapti. Akalar, ko'ringlar. Pashti 24,5 bo'lyapti savdosi. Qo'shilmadimi? Men tamam. Bu buzoqchamizga mana 20 million kami bor. Ko'ring, qora aka, yo'q. 5 oylar atrofida. Savdosini olyapti. Qiling bo'ldi, temani yoping. Ko'ndiraman men, bo'ldi. Hech pul dedingiz. Oxirgi sena nechi pul bo'ldi? Davron. Hammamizdan ko'p foyda. Davron. Bo'ldi, ursama. Bahodirga bering endi Nima demang, Bahodir aka. Bahodir aka. Hamma gapini olyapti aka. Shunday foydalanyapsiz. gapirmang. Olsang senga. Bahodir aka, Davron, olsang senga. Oshirma, olsang senga. Pul bo'pti oxirgi. Tushunmadim, bitta kaldi. 100 foyda so'rayapti. Mashina foyda bor. Endi xafa bo'lma. Bahodir aka. Menga qara. Yo'q, Davron. Molga qahir keldi. Jalabdi bo'lasiz, meni oyog'im yomon tepaladi. Meni magnitum borda, meni magnitum borda. Senga gapiraman, molga qahir keldi. Mol daxli-ya. O'zimizga shunaqa qilasiz molni. Men nima qilay endi? Ana xalqni gapini oldim Bahodir aka. Yerimi aytgan. 800 ming bersin. Beryapman. 300 ming so'm qo'shib ber deyapman. Bahodir aka, 300 mingga qarab qoldingizmi aka? U bola ham foyda qilsinmi? Yetalab qo'ymasin. Keling aka. Yetalab qo'ymasin. Usamisan deng bo'ldi. Hammasi bo'ldi aka. 24 million 700 ming so'mga. Bo'lgani yo'q. Bo'zay 27 ga ham oladi. Nima bo'lyapti? Kamdek o'zim. Bo'pti, mana shu bola sotsa, shu 27 ga sotsa, mana shu bola sotsin endi. Usamisan deng bo'ldi. Bo'ldi, sig'maydi. Gapirib ber. Yo'q, sig'maydi. Yo'lga ketadi. Baraka bo'ldi. Davron aka, gap to'lasizmi? Yo'q, qalasizlar qochib. 500 ming qo'shib bering. Qo'shing. Bo'ldi, Kim chiroyli oldim bo'ldi. Bo'zay? Ko'rdik. 24.7 ga bo'ldimi, savdosi bo'ldimi, pishdimi aka? 24.7 mana. Akalar. Savdo etdimanda yaxshi bo'ldi mana akalar. Ikkita bo'zay. Barakasi. Ha. 24.7 ga bo'ldi akalar. Hozir bo'yning ichga sutini ana akalar, biz kanalimizda necha pulga mol qo'yapmiz, sizlar necha pulda ana nima deyapsizlar akalar? Buni qarang akalar. Mana yana savdomiz ketyapti. 4 ta shvetimiz turibdi. Akalarimiz qaysinga savdo qilyapti? Ilhomboy. Charcha. 2 million so'mga mashina soni uchun beraman. Qo'limni qo'yib bersangiz 22 ga bo'lmaydi hech kim. Aka o'tib oling. Men siz o'qimaysiz. 21 million 500 savdo qildim oldi. 22 millionga siz uchun beraman dedim. Bu odamlarga 24 pastda sotmayman dedim. Qaysini beryapsiz aka? Mana monisini hoji aka. Shunisi. Bo'g'oz qisirligi qisir aka-ukalar. O'zi O'zi hali mana shaqlari ham qatmagan aka-ukalar, hozir bo'ylari 1.15 plyusdagi xunajinimiz. Sharpatidan aka-ukalar. 22 million Rovnagami? Oling dedim. Rovnaga 22 millionga savdo olib ketyapti. Berdim deyapti. Hisobingizni oling aka. 21,5 millionga. Bo'ldi, gap oling, bechiqim bo'ldi. Xursandmisiz? Hech pulga. 21,5. Yaxshi inson edingiz qo'shib turing hoji aka. Bo'ldi, bechiqim 21 million. Duo qilasizmi? Bor aka.
21 milyon 500 stakan yo'q ekan aka mana. Kelajagi oldindagi xunajinchamiz akalar. Hali nomoz ko'rmagan, hali o'suvlari oldindagi bo'zakka olindi akalar mana. Karpatshvet. Qoldiq nargilari ham o'zingizdanmi aka? Bularni necha puldan qanaqadan aytib keting narxlarini? 27 dan kam. 27 dan uchovini kami bor akalar. Xudosi bir-biridan sifatlilari, nasllilari. Onlayn savdomiz bormi? Bor aka. Ayting nomerlarni. 50lik 713. Ya 713 703 ha 703 37 70. 3770 akalar mana shunaqangi zo'r shvedlardan kelinglar akalar aloqaga chiqamiz. Ertamanda mana xudo xolasa 3-chi barakamiz bu 3-chi savdomiz akalar. Ulardan bittasi dehqonga ketdi mana. Akalar uzoqchamiz xudo xolasa. Bozorda ko'chada ko'rib ko'rdim. Maqsad hayvon olish. Videosini qilaman. Akalar qiziqqanlar. Ishlari yaxshi bu. Necha pul aytyapsiz aka? 20 kam bor. 20 kami bor. Ularga so'raganda. So'rashyapti. Kuchli bo'lagan. Laykni bosib qo'yamiz. Akalar, asta-sekin xudosi bo'g'oz qatorlariga o'tamiz. Bo'g'oz yog'i shvedlardan ko'rsatamiz xudo xolasa. Aka bo'g'ozmi ekan? Sirgam. Savdosi ketyapti. Necha pul bo'lyapti savdosi? Choy ichamiz, non yeymiz pulingizga. Necha pul olib ketdi? 18. 18 million. Qaysimi? Narigingami? Monga bo'lyapti kankilar. Monga necha pul deyapsizlar aka? Aka bunga 17 pul deyapti. Biz 20 million kam bor deyapti. Bo'zaga hali. Nechadan o'tgan bo'lsa? Necha pul berdingiz aka? 17 yani. Bo'ldi u yerga. 17 million 500 ming so'm aka. Bo'ldi, baraka keling. Akalar. Ajalimizga so'rashyapti. Qisar holatda ekan. Karpashvi. Bo'g'ozmikan? Aka bo'g'ozmikan? Qisar. Necha pul aytilyapti? 25 million. Mana chiroyli narsani qaranglar akalar. Aka bo'g'ozmikan nima ekan? Aslini bilmayman, bizdagi. Novvos bilan yurganmi? Yurganmi novvos bilan aka bu? Necha pul aytdinglar mana? Aytaman akalar. Qara akalar bo'g'oz xunojimiz 6 oylikka. Qo'shlarni qarang. Chap dehqonda turgan mehr talab bo'lib qolgan aka liniya chizalari bor edi. Talarni qarang. Mashalloh. Oq quloq, oq tumshug'idan. Kuraklari qanaqa ekan? Bo'zakka o'xshayapti. Bo'zak. Bo'g'ozi bu 6 oy aka. Necha pul deyapsiz aka narxini? 33 million. Akalar. Laykni bosib turib, onlayn savdolarimiz bormi, sotaveramizmi? Sotaveramiz. Ayting. 90lik. 172 77 57 akalar bo'ylari 120 atrofida kilosi ekan akamiz o'zi ham bilar ekan. Laykni bosib qiziqarli aloqaga chiqamiz. Mana men aytay yana bitta xudo xolasa akalar bo'g'ozga o'xshayapti. Aka charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Oq quloq oq tumshug'idan keladi. Stakan tuyoq akalar. Bo'g'ozligi qanaqa ekan aka buni? 4 oydan o'tgan. Yine sizalari boridan orqasi pachki ekan. To'rt oydan o'tgan bo'g'ozga akalar. Aka narxini necha pul aytyapsiz? 35 million deyapti. 35 million so'm. Bo'ylari aka 125 plyusda bu. Murojaatimiz akalar. Qarang. Birinchi qoringa. Onlayn savdo qilaveramizmi aka? Bermaymiz nomerni. Laykni bosib turing. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yib turing. Obuna bo'lish tugmalari bor yoki podpisatsiya akalar. Tugmalarni bosib qo'ysangiz, xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni ko'rayotgan videolarimizni chiqardan bo'lib olib borasiz. Kimlar ekan? Demak, akalar mana. Germaniya.
Charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Nechinchi xonaga ekan bu hozir? Ikkinchi qol. Ikkinchi xona. Necha oylik bo'lgansiz? Bo'ladi, Kuni yaqinida. Ermon Shveddan so'raganlarga akalar mana to'qoli zavodga to'qol ekan akalar mana. Savdosi ketyapti, akalarimiz savdo qilyapti. Boshqa odam bo'lib qolasiz. Bozorchisiz. Emasmi, akam bo'lar. Siz bo'lmaydi. 49 milyon 500 ga bo'lyapti shuni. Kiralarni eshitdingmi? Sifatlarga narsaga e'tibor bering. Sasolar, to'rov, joy. Nomer ham o'sha to'rtta birligidan ekan. Bir sirg'ab qo'ygan. 49 Eroran degan gapingizlar to'g'ri, odam Esning 49 ko'rganimizda 50 million og'zidan chiqsa gap bor. Usta bersin, bardoqa berin. Elin üstüge yürüse zatası. Ha. Neç bin yürüse Qancha berdi? 49,5 million. Menga aytaman. Soy o'ziga bolasi bor. Bor, qornida. Qanchalik? Tug'adi bugun aytdi. Kuni yaqin bo'lgansa 3-chi qon. Bilmagan bu ona aqlorata bizga o'xshagan aka. Nashanba 2-4 berasiz. Bu hali Men ustiga qo'shasiz sotaman. Aka 4 kuray. 4 kuray. Savdo qilyapti. O'zi asoqqa Hasan degan bir Egasi 50 million ustiga yuring sotaman deyapti. Akamiz 49 million 500 ming so'm berib turibdi. Akalar idishlarini e'tibor bering. Mana. Bak. Oxiri 50 million bo'ldi akalar, 50 million berdi akamiz. Odalar, jo'natsa beni, jo'naka. Ularni tushirasa men ko'rmaysan, yarashmaydi. Men nima uni tushgasiz to'g'ri. Aslida ularga 51 millionga ham sotdim. Shablonmas mana ularga bor. Ular 51 millionga ham bo'lmaydi. O'zingiz gapiring ya. Ularga bunday shartlar. 50 million ustiga so'rayapti. Haqiqatan jo'lat qilor, hech bir aka. 50 million. Jo'lat qilmang, jo'naka. 50 million 100 ming. Bor baraka aka. O holat chiqadi aka, mashinani sizdan yomon qattiq savdo qildingizda 50 million 100. Akalar savol qilgan savdosi. Kuni yaqin bo'lgansiz. 50 million 100. Aka mana kimdan ekan? Sizdanmi? Uni ham savdosi ketyapti akalar. Sifatli narsani hamma istab topib yurib oladi baribir akalar. Buni sifat qarang. Kindilarigacha elin soladigan qilsa so'yladi. Akalar 35 ga bermayapti, 32 5 ga bermayapti. Mana savdosi ketyapti. Qisa Talakni bosib qo'yamiz. Agar lekin buni qorniga bir oylik bola tushib qolgan bo'lsa, qora tepasidan ol. Yengil qora tepasidan. Bo'lari 1.35 atrofidagi ukalar. Uni yonda sement tavib qarang. Mehr talab qilib ana aka naslli zot yana pul bo'lyapti aka mana. 50 million 100 mingga ketadimi? 51 millionga rostmana baqarmoq oldi aka. Zo'r ketdi. Akalar 3-chi qoronga sigirimiz mana. Yaqin bo'g'ozda. Sasolarni yelanlar, idishlar qarang. 3-chisiga mana akalar.
Mana sifat, mana nasl. Doğrusu polani Luboy urug'i qo'ysa ham 100 talik beradigan odam akalar. Boylari 1.25 plyusda, 1.30 pashti akalar. Yana men adashayotgan bo'lishi mumkin. Ozgina mehr talab molimizga. Sifatlariga e'tibor bering. Mehrni chicha berish kerak ekan. Savdosi oxirida nechida turibdi aka? 50 million 500 mingda. Oxirgi savdosi 50 million 500 ming turibdi. Xudo xolasa mana akalar. O'ta sifatli narsiz. Aka sotib olmaysizmi? Sotadigan. Mana. 8 dona. Lapatka ekan aka. Lekin aka hali mol charchagan emas. Asosiy hali charchamagan bor. Aka sementalcha tushirib qo'yibdi yoniga, qarang. O'ziga o'xshagan ko'paysin xon. Pachka ekan aka bola. Shvetimiz akalar. Idishni qarang. Bitta saso ishlamay ekan, so'skasi akalar. Aka necha kurak ekan? Balasinaga YouTube'ga video qilyapman. 8-chilarni chiqaribdi o'sha. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Necha litr sutga bo'ladi? 14 ta. Mashalloh akalar. Mana nasl, mana sizga. Zumnoga borisham shart emas aka, ko'rsatib qo'ying. Gap yo'q akalar mana. Yana bitta ko'rib olinglar. O'z necha pul aytdingiz, bozor necha pul qildi aka buni? Bozor 55 pul, necha pul aytasiz? 57 aytyapman. 57. Uchinchi bolasiga akalar mana. Semental xonajincha yonida. Onlayn savdolarimiz bormi? So'raganlarga telefon qilsa bo'ladimi? Nomerni aytaverasizmi? Ayting nomerlar. 87 lik. 190 1976. Raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar mana aka-ukalar. Andijon Xo'jaobod chorva bozorimizdagi sigirlar, ona bola sigirlar qatorigacha keldik mana. Xonajillardan boshlandik. Mana bo'zaydi qarang aka sifatliligini mana. Qanaqa pachka tushgan, qanaqa zo'r narsa tushgan. O'ng'os ekan aka. Aka yana bolaga necha pul aytyapsizlar bu havosini? 1.8 kam bor deyapti. 1.8. Bolasini o'zi sotilmaydimi? Qiziqqanlarga. Savdo qilishyapti. Necha pul savdo qilyapti? Kuni 88 qilishdi, 78. Jupiga 78 kuch. Like'ni bosib qo'yamiz aka-ukalar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarimiz xudo xolasa buqalar qatoridan, qo'chqorlar qatorlaridan videolar qilamiz aka-ukalar. Xudo xolasa buqalar qatoridan, yosh ko'chatlaridan yemlangan boqma buqalargacha xudo xolasa videolar qilamiz. Qo'chqorlarimiz qatoridan xudo xolasa ona bola, so'y, katta qo'chqorlarimiz ham xudo xolasa naslli qo'chqorlarimiz ham videolar obzorlarini qilamiz. Like'ni bosing, kanalga obuna bo'ling. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yib turing aka-ukalar. Bugun bozorimiz o'ta gavjum bo'ldi.